O'zim ish amaliyotimda juda ko'p befarzand erkaklarni davolab kelaman. Har xil holatlar bo'lgan. Hattoki umidsizlikka tushib, ko'p shifokorlarga borgandan keyin oxirigacha tekshirish o'tmasdan ba'zi bir shifokorlarni tezkor xulosasi natijasida farzand bo'lmaydi bu erkakdan degan xulosa berib, shunaqa qilib umidsizlikka tushib qo'ygan holatlar ham bo'lgan. Bir oddiy misol aytishim mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan bir dam oluvchi bemorim 10 yil davomida farzandsizlik bilan aziyat chekib kelgan. Albatta bu yerda erkaklik bepushligi bo'lgan. O'sha urug' hujayralari unda o'sha analiz topshirganda spermogrammada haq tilda aytganda nol bo'lib kelgan. Lekin men chuqur tekshiruvlar o'tkazib, uni gormonal foni, o'sha a'zolarning holati, organizm umumiy holatini chuqur o'rganib, ma'lum bir xulosaga kelib tashxis qo'ydim. Tashxis qo'ygandan keyin bemor bilan suhbatlashdim, unga tushuntirib, hozirgi kunda tibbiyot rivojlangan davrda hozir yangi texnologiya, yangi dori-darmonlar, yangi usullar chiqqani haqida ma'lumot berdim, u bilan kelishib, bosqichma-bosqich davolashga kelishib oldim. Demak, bemorim ham o'zi shu farzandli bo'lish umidi juda yuqoriligini bildirdi, o'zida ham harakat bo'ldida, bemorim birinchi bosqichda birinchi kurs davoni qabul qilib, shu sanatoriyadagi muolajalarni olib, davolanib, hamda dori-darmonlar bilan birgalikda kompleks davoladi. Buning natijasida keyin uyga ham tavsiyalar berdim, o'zini hayot tarzi, ovqatlanishi, boshqa zararli odatlardan kechish, to'g'ri ovqatlanish tashkil qilish, o'ziga bo'lgan umid, ishonch, boshqalarni hammasini tushuntirganimda bu bemor o'zi shu aytganlarim bo'yicha harakat qildi, o'sha dorilarni oldi va 3 oydan o'tgandan keyin qayta ko'rib kelish taklif qildim, keldi. Unda demak urug' hujayralari paydo bo'ldi, foizi ham ko'tarildi, demak 40% dan oshib o'sha foizi 40 dan oshdi. Spermatozitlar soni ham ko'paygan bo'ldi, 220 million. Hozir ana aytaman, ancha bo'ldi, davolanib ketganiga bu ketamiz. Ko'rib, men ham juda xursand bo'ldim. Demak, farzandli bo'lishga umid yana ham oshdi va yana ikkinchi bosqichda davoladim. Bosqichda davolanib, uyga tavsiya berdim. Yana ikkinchi bosqich dori-darmonlari, boshqalarni hammasini qanday qabul qilishini hammasini bu yerda davolanishga keyin davom ettirdi. Va keyin menga qo'ng'iroq bo'ldi. Eslaysizmi, Shokir aka, shunaqa men davolanib ketgan, Qoraqalpoqdan shu yigit bo'laman. Urug'im bo'ladi, mana ko'tarildi, mana deb keliningiz homilador bo'ldi degan xabar. Men ham ko'nglim tog'dek ko'tarildi eshitib. Demak, shu yigit keyin farzandli bo'lganligi to'g'risida menga yana telefonda xabar berdi. Bundan xulosa shuki, demak, davoning qanday natija bo'lishi, shifokorni olib boradigan tekshiruvlari, davolash beradigan davolash muolajalari, to'g'ri tashxis qo'yilishi hamda bemorning o'zini o'sha davolanishga bo'lgan ishonchi natijasi deb o'ylayman. Demak, qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, chuqur tekshiruv tahlillar topshirib tekshirib davolansa, hattoki mana shunaqa biz azospermiya deb atalgan tashxislar bor. Demak, o'sha urug' hujayralari ishlab chiqarmasligi yoki urug' hujayralari ishlab chiqarish yoki urug'lar yo'q, natija tashqariga chiqmasligini, shu holatlarni tiklash yo'llari hozirda mavjud. Men aytmoqchimanki, umidsizlikka tushmang, davolaning. Shunda farzandli bo'lib ketasiz.